Stanok Uz kanalining qadrli a'zolari, bugun 15 xildan ortiq bo'lgan mesorovkalarimizni narxlari hamda xarakteristikalarini ko'rsatib o'tishga harakat qilamiz. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Kimga narxlar ma'qul keladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerlarga aloqaga chiqib zakaz qilishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'yicha yetkazib berish xizmatlarimiz bor. Video boshidan обязательно videoga like, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmanglar. Biz birinchi o'rinda Xitoy mesorovkalarimizdan boshlaymiz. Xitoy mesorovkalarimizning eng kichkinasi, hop, 12 modeli. Mana ko'rishingiz mumkin. O'g'irlikqa chiqarsak, ko'rinishlari. Hamma Xitoy mesorovkalarimizda bunaqangi pichog'i hamda matritsalari, o'zi zapaskalari bo'ladi. Ana o'zida ham qo'yilgan. Bunimiz soatiga 100 kilo svejiy muzlamagan go'sht uchun mo'ljallangan. Bunimizni hozirgi kunning narxini $160 qilib beramiz. Bu tekin 12 modelimiz. Keyin bularimiz muzlagan go'sht uchun emas, asosiy muzlamagan svejiy hamda sabzavotlar chiqarish uchun mo'ljallangan. Endi 22 lyuks modeli, kelasi lyuks modeli bo'ladi. To'yga 22 modelimiz. Mana buni ham ko'rishingiz mumkin. Zapaskalari, pichoqlari, matritsalari, o'zi zapaskalari hamma yo'qlari bor. Hop, bularimiz obyomi soatiga 210 kilodan mo'ljallangan. Bu ham muzlamagan go'sht uchun. Lekin bu hamma Xitoy mesorovkalarimizda mana qanday tumshuqlari bo'shaydi. Mana ko'rishingiz mumkin. Hamda bo'shatsak, tumshuqlari chiqaradi. Bu nima uchun ishlaydi desalaring, hop, yozda go'sht chiqargandan keyin ichida at-hut qolib ketsa, issiqda buni hidi chiqadi. O'shani oldini olish uchun buni chiqarib qo'ygan. Buni ishlatib bo'lgandan keyin tumshuqni olib turib xodiniga solib qo'ysalaring, hidi chiqmaydi, boshqa bo'lmaydi, turaveradi. Ishlatayotganlarni yana qo'yib yana ishlatishlaring mumkin. Bu hamma Xitoy mesorovkalarimizda shunaqa tumshuqlar chiqadi. Hop, endi bularimiz narxlariga keladigan bo'lsa, 22 lyuks modellarimizning narxini $380 qilib beramiz. Bularimiz o'sha aytib o'tganimizdek obyomi 210 kilo. Bular ham muzlamagan go'sht uchun mo'ljallangan. Endi 32 lyuks modelimiz. 32 lyuks modellarimiz ham tumshuqlari bo'sh edi. Bunimizda ham mana pichoq matritsalari, o'zi zapaskalari bor. Bunimizda obyomi soatiga 350 kiloga mo'ljallangan. Bunimizda hozirgi kunning narxi $550 qilib beramiz. Endi sal muzlagan, pichoq o'tadigan darajada muzlagan go'shtlarimiz uchun mana qanday cho'chqa burun modellarimiz bor. Bunimizda hamma cho'chqa burunni ataydi modelini. Buni ham 12, 22, 32 modellari bor. Bularimiz farqi gabaritida emas, faqat mana qanday tumshug'ida hamda motorning quvvatida va obyomida farq qiladi. Mana eng kichkina 12 likni ko'rishingiz mumkin. 12 lisi. Bularımızda ham pichoq matritsalar zapaskasi bor. Bunimizni chiqarish obyomi 12 lit, soatiga 150 kilo. O'sha pichoq o'tadigan darajada muzlagan bo'lsa, bemalol bezatkasi chiqarsa bo'laveradi. Bularimiz 220 ga ishlaydi. Bunimizni teki o'sha cho'chqa burunni 12 lik modelini hozirgi kunda $320. 22 lisini narxini $370. 32 lisini modelini bo'lsa $390 qilib beramiz. Bu hamma mesorovkalarimizga 3 oydan servis garantiyalari bor. Hamda Xitoy mesorovkalarimizni 3 fazali varianti. Bularimiz hammasi 3 fazada ishlaydi. 32, 42, 52 modellari. Bularimiz obyomiga keladigan bo'lsa 300, 400, 500 kiloga mo'ljallangan. Bularimiz hammasi 3 faza. Bularimiz 3 faza bo'lsalar ham muzlagan go'sht uchun bemalol ishlaveradi. Asosan muzlagan go'sht bo'lsa faqat 3 faza olishinglarni tavsiya beramiz. Hop, eng kichkina 32 lisini model narxlarini $350, 42 lik narxini $390, 52 lik modelini bo'lsa $430 qilib beramiz. Bularımizga ham 3 oydan servis garantiyalari bor. Hamda ikki xil vertikalli mesorovkalarimiz, bularimiz faqat 224 ta ishlaydi. Bularimiz ham buni ikki xili bor. Faqat mesorovkani o'zi ko'rishingiz mumkin. Hamda ikki tomonlama vertikalli. Bir tomoni mesorovka, bir tomoni slayserli. Go'sht tashlasalar, slayser qilib ma'nan chiqarib beradi. Bularimiz narxlarini ham aloqaga chiqsalaring, narxlarini aytib o'tamiz xudo xolasa. Bularimizni 3 oy servisdan garantiyalari bor. Bularimiz ham muzlamagan go'sht uchun mo'ljallangan 224 ta ishlaydi. Endi Xitoy 42 lik modeli, bunimiz 224 ta ishlaydi. Bunimiz obyomi 750 kilo bo'ladi. Buni hozirgi kunning narxi $720 qilib beramiz. Bu ham 224 ta ishlaydi. Endi Turkiya mesorovkalarimiz orada ko'rsatib ketaman. Turkiya mesorovkalarimiz bizda 12 lik, 22 lik, 32 lik modellari bor. Bu 12 lik modelimiz faqat 224 ta ishlaydi. Hamda 22 bilan 32 modellarda 220 da ishlaydigan, 3 fazada ishlaydigan variantlari ham bor. Bularimiz narxlari keladigan bo'lsa, oldin obyomini aytib o'tamiz.
12 litrini объеми 120 kilo. Hop, 22 litr объеми 500 kilo. 3 fazaliydi 32 litr объеми 750 kilo chiqaradi. Bularimiz narxlari. Hop, $420 12 limada, oxiri $400 ga beramiz. Hop, 32 litr, 22 litr oxir narxi $580, 32 litr narxlarini $680 skidka narxda qilib beramiz. Bularimizga ham 3 oydan servis garantiyalari bor. Hamda eng katta gigant bemalol 4 ta 5 ta qushxonaga ham bera oladigan mesorovkamiz. Bunimiz ham 3 fazada ishlaydi. Motorlar 3 kilovatli, soatiga 1 tonna atrofi объем chiqarib bera oladi. Bunimiz narxi hozirgi $1300 qilib beramiz. Bunimizga 3 oydan videomiz kimga ma'qul kelgan bo'lsa, videoga like, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Bizda bundan tashqari, mesorovkalarimiz tashqari pishiriq sohasiga oid pechlarimiz, mishalkalar, upakovka, vakuum apparatlar hamda fast food biznesiga oid hamda vaflinsalarimiz ham bizda hozir do'konimizda bor. Kimga qana xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar. Agar bizda yo'q narsa bo'lsa ham, Xitoydan zakaz bo'yicha olib keltirib bera olamiz. Bemalol pastdagi nomerga aloqaga chiqinglar, O'zbekistonga yetkazib beramiz.